Bu masjidni Aya Sofiyaning sinov loyihasi deyishadi. 527-yilda qurilgan bu masjid tarixda cherkov, monastir, madrasa bo'lgan. Bu Kichik Aya Sofiya dunyodagi eng qadimiy ibodat maskanlaridan biri. Bu ibodatxona aslida Vizantiya imperatori Yustinian I tomonidan rimlik Sergius va Bacchus nomli nasroniy shahidlarga atab qurilgan. Manbalarda imperator Yustinian bino arxitekturasini avval bu yerda tajriba qildirib, keyin katta Aya Sofiyani qurdirgan deyiladi. Ushbu bino avval cherkov, keyin esa monastir bo'lgan. Uning gumbazlari ostida Yustinian va Feodora madh etilgan grekcha yozuvlar haligacha saqlanib qolgan. 1500-yillarda Sulton Boyazid II davrida bu cherkov masjidga aylantirildi. Shundan so'ng Kichik Aya Sofiya nomi bilan mashhur bo'ldi. Uning arxitekturasi saqlab qolinib, minbar va namozxonalar qo'shildi. Usmonlilar davrida bu yerda madrasa ham faoliyat yuritgan va ko'plab ulamolar ta'lim olgan. Kichik Aya Sofiya bugun ham faol masjid sifatida xizmat qiladi. Ya'ni 1500 yildan buyon deyarli to'xtovsiz ibodat joyi bo'lib kelmoqda. Jozibali manzillar, mazmunli sayrlar uchun sahifamizga obuna bo'ling, yaqinlaringizga ham ulashing. Biz bilan Turkiyani yangidan kashf etasiz. Loyiha hamkori Smart Edu Consulting firmasi Turkiya universitetlariga imtihonsiz kirish, talabalik orqali hujjat olishda ishonchli ko'makchingiz. Batafsil ma'lumot uchun telefon raqami izohda.